Biz mana uzoq yildan buyon Экономикалык, саясий, технологиялык, социалдык жана маданий чөйрөлөрдөгү дүйнөлүк интеграциянын тарыхый биригүү процесси бул дүйнөлүк глобалдашуу. Дүйнөлүк глобалдашуунун негизинде чек ара, диний түшүнүктөр, улуттук баалуулуктар бара-бара бири-бирине карама-каршылыктарды жаратып, натыйжада дүйнөнүн булуң бурчунда өз ара улуттук араздашуулар пайда болуп, кан төгүлүүдө. Ошолордун бири болгон жакынкы эле айлардын биринде бир динди тутунган Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек аралык кагылышуу болуп, натыйжада эки тараптан тең аскер жана жергиликтүү карапайым тургундар жоготууга дуушар болду. Ошол себептен ааламдык ак бата күнүнө карата бүгүн Орто Азия жана Казакстан элдерин ынтымакка жана тынчтыкка чакыруу максатында Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан аалымдары ак батасын беришти. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganki, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Xudo aytayapti, mu'minlar bir-biri bilan aka-uka. Shu bir-biringizni isloh qiling. O'sha demak Qirg'iz, O'zbek, boshqa hammamiz bir inson ekanmiz, biz aka-ukamiz. Alloh taolo yana shu Qur'oni Karimda aytganki, siz bandalarni men bir erkak, bir ayoldan yaratib tarqatdim yer yuziga. Tarqatdim, evat bo'lib yashang. Qabila bo'lib yashang. Bir-biringizga bordi-keldi qiling. Taqvoda bo'ling. Shu buyruq oyatlar bor. Bizni Alloh bir-birimizga munosabatda yaxshi bo'lmoqqa chaqiradi. Do'st bo'lmoqqa chaqiradi. Bir-birimizga yaxshilik qilib, hurmatlab, bordi-keldi qilib, yordam berib, mabodo bir muammo chiqsa, bir-birimizga islohga chaqiradi. Bir-birimizdan yomon narsaga qaytaradi. Birinchi tinchlik kerak. Tinchlik nima bilan bo'ladi? Tinchlik insonlarning birlashishligi bilan, hamjihatligi bilan bo'ladi. Shuning uchun avvalo inson o'zini nima uchun yaratilganligini bilish kerak-da. Mana Alloh taolo Qur'onda marhamat qilyaptiki, auzubillahi minashshaytonirrojim. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Sadaqallohu azim. Buni zohiriy ma'no shunday bo'lar ekanki, Alloh taolo aytayaptiki, men jinlarni va insonlarni yaratmadim, magar yaratgan bo'lsam ham menga ibodat qilsinlar deb yaratdim, deyapti Alloh taolo. Endi bu yerda ibodatning nima ekanligini bilishimiz kerak. Ibodat faqat 5 vaqt namoz o'qish, Ramazon oyida roza tutish gina emas. Ibodat bu keng ma'noda tushunishimiz kerak. Ibodat degan so'zni. Ibodatning qisqacha ma'nosi Alloh taoloning buyruqlarini, aytgan narsani qil degan narsani qilishlik, qilma degan narsani qilmaslik. Mana shu ibodat. Auzubillahi minashshaytonirrojim. Atiulloha va atiur rasul va ulul amri minkum. Alloh taolo marhamat qilyaptiki, Allohga bo'ysuning, itoat qiling, payg'ambarga itoat qiling va o'zingizdan chiqqan amrlarga, ya'ni boshliqlarga itoat qiling deyapti Alloh taolo. Demak, siz bilan biz o'zimizdan chiqqan amrlarga, boshliqlarga, rahbarlarga itoat qilib, ularni aytganini qilsak, inshaalloh maqsad bir bo'ladi, yer yuzi obod bo'ladi. Alloh taolo musulmon har bir insonni agar bir-birini kechirmasa, bu dunyoda ham jazosini oladi. Shuning uchun kechirimli bo'lish har bir inson uchun shart, asosiy narsa. Kechirishni qanday bo'lishi mumkin? Agar bir-birimizdan adovat bo'lib qolsa, hattoki o'rningizdan turmasdan turib kechiring degan. Shundagina dunyo tinch bo'ladi, yer yuzi tinch bo'ladi. Mana hozirgi paytda bo'layotgan har xil Suriyadagi, boshqa davlatdagi noxushliklar, janjallar hammasi ham shu bir-birini kechirmasdan, bir-biriga bir adovatli yuzasidan bo'lyapti. Shuning uchun men nima demoqchiman? Yer yuzida tinchlik bo'lsin. Har bir inson kim bo'lishidan qat'iy nazar bir-biri bilan kechirimli bo'laylik. Hamma xalq tinch yashasin. Olimlar shariatni aytaversa uqqan yaxshi. Uqqandı dal o'zida yesa ekan tutgan yaxshi. Olimlarni har vaqtda hurmatlab tursak yaxshi. Olimlardan aytganına ko'ngilni bursak yaxshi. Endi uchun olimlarning maqsadi
tinchlik bo'lsin, bir tuyg'anlik bo'lsin, omonchilik bo'lsin, el yurtimizga doimo duolarda yaxshilik bo'lsin degan maqsadda duo qilishadi. O'shaning uchun olimlarga hurmat qilib yuraylik, muhtaram jamoat. Men padaram, modaram, katta bobom, hamma shuni avlod ajdodimon dar O'zbekiston, dar viloyati Andijon tavallud yoftagi. Niz men mana salkam hafta sola shida bosham hech qachon namiydonamki yagon odam, yagon o'zbek yo diğer millat mana tu tojiki gufta yak tazyiq izash nadodas. در مینای ازبکان یک خیل همون فقرای ازبکستان چی امتیاز باشه همون دما زیادش قطعی است. من میدونید ازبکستان 3 ملت مملکت است. من یگان بار ما در کوچه یا در دیگه جا تو تاجیکی، تو ازبکی، تو قرقیزی، تو قزاقی افته یگان کس دما تزیق نداده است. برای همین ما هممان بنده خدا هستیم. الله سبحانه و تعالی در کلام خودش مرحمت میکند که انما المؤمنون اخوة. من داملا استاد زمان گفت در اینجا گفتید الله تعالی همه مؤمنان به دیگریش برادر است، خواهر و دادر است. برای همین ما خواه ازبک باشیم، خواه قرغیز باشیم، خواه تاجیک باشیم، خواه قزاق باشیم، خواه دیگر ملت باشیم، اگر ما مسلمان باشیم باید دیگرمان دادر و خواهر شدنمان درکار. Bizning maqsadimiz elimiz yurtimizni shu tinchlikqa, intiqmoqchilikqa, bir tuyg'anlikqa tarbiyalash. Amin Parvardigarim. Alloh taolo avvalambor din sog'lik bergan, uzun umr bergan. Yeli yurtimizga tinchlik, omonchilikni bergan. Har qanday chirki palakatda g'o'r surqonlardan tishqar qilgan. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston qayer bo'lsa, hamma millatimiz tinchlikda, xotirjamlikda yaxshi yashab, Parvardigorim nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsa, Alloh taolo o'zi yetkazgan. Hammamiz o'zing bandaymiz. Bularning ichida qaysi bir banda Allohdan qo'rqsa, Allohning oldiga borganda hisob kitobni o'ylasa, bir-biriga qarshi chiqmaydi. Bir-birini kechiradi. Hamma insonlarga tinchlik, xotirjamlik, tan sifatlikni ato qilgin. Amin. Rizoligini nasib etgin. Parvardigor, yurtimizni tinch, yurtlarimizni tinch, vatanlarimizni obod qilgin. Butun dunyo xalqlarini birdan bir fikrli qilgin. Parvardigorim, yer yuzini obod qiladigan xalifalaringdan qilgin, Parvardigor. Balolardan, ofatlardan, behuda g'am va tashvishlardan, shaytonning yomonligidan hammamizni butun dunyo xalqlari qatorida bu ikkala yurtlar, mana Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, O'rta Osiyo xalqlari shularning qatorida hammalarni Parvardigor balo ofatlardan panohingda saqlagin. Yurtlarimizni tinch qilgin, taraqqiyotlarimizni ziyoda qilgin. Butun dunyoga namuna bo'ladigan mamlakatlardan qilgin, Parvardigor. Allohu akbar.